Uzdil HTML darsligi 31 qism XHTML haqida qisqa tushuncha. Birinchi mazmun XHTML degani nima? XHTML deganimiz XML bilan HTML ning birikmasi. Uningda ovozning qo'yishning ko'p usuli bor. Uni biz yana kengaytirish bo'lgan HTML deb tushunsak bo'ldi. XHTML bilan HTML 4.01 asosiy o'xshab ketadi. Ya'ni XHTML 4.01 deganimiz HTML 5 dan ilgirki HTML'ninki eng yangi nashr hisoblanadi. XHTML texmi muntazamlashgan, texmi sap bo'lgan HTML hisoblanadi. XHTMLda XML qo'llanishdan programmasi orqali HTML ga aniqlan berildi. XHTML o'lchami 2001 yil 1-oyda e'lon qilingandan boshlab W3C tarafidan tavsiya qilingan. XHTML o'lchamini ko'p qism tor ko'rguvchilar qo'llaydi. Ikkinchi, XHTML nima ishlatamiz? Torbatda ko'plagan sifatsiz yozilgan HTML kodlari bor. XHTML dal sifatsiz rassiz holatdagi HTML kodlarini texnik qiliplashtirib yozishga to'g'ri keldi. Masalan, kod qaraydigan bo'lsak, buningda bad.html deganni bu maqolalarda yozgan, buningki oxirlash xat kuchini yozmagan. Aslidagi abzasning oxirlash xat kuchini yozmagan. Buni ba'zi tor ko'rguvchilar qo'llagan bilan ba'zi tor ko'rguvchilar normal qo'lmaydi. Biz buni sifatsiz holatda yozilgan HTML kodi deb qaraymiz. HTML selishtirganda XHTML tövendeki jihatlardan farqlanadi. Birinchisi hujjat qurilmasi jihatdan XHTML doctype majburlash xarakterida bo'ldi. Ya'ni cho'qim bayonot uchun qo'llanish kerak. HTML'dagi XML namespace xarakteri majburiy ishlatildi. Masalan, title, hiyat, HTML va body'larmi majburiy ishlatildi. Element grammatik jihatdan XHTML element cho'qim to'g'ri singdirilishi kerak. Ikkinchi, XHTML element cho'qim ichilgandan keyin yepilishi kerak. Bu elementni cho'qim kichik yozish kerak. Buning ichidagi elementlarni anondan boshqa vujudida cho'qim bir asosiy element bo'lishi kerak. Xarakter grammatik jihatdan XHTML xarakteri cho'qim kichik yozildi. Xarakter qiymati cho'qim qo'sh tirnoq ichiga yozildi. Xarakterning qiymatini qisqartib yozishga bo'lmaydi. HTML ni XHTML ga aylantirish. Har bir turbat ustiga XHTML hujjat tipi bayonot qo'shish. Bu birinchi qilgan ishimiz. Undan boshqa har bir turbatdagi HTML elementiga XMLNS xarakter qo'shish, barliq elementlarni kichik harf yozish, barliq quruq elementlarni taqash, barliq xarakter nomlarini kichik yozish, barliq xarakter qiymatlarini qo'sh tirnoq ichiga elish. Shu 6 turlik vazifani o'rlagan vaqtimizda biz XHTML holatdagi turbat vujutiga erisha olamiz.